Mana bunday savoldan boshlayman. Hayotning ma'nosi nima? Yo'q, men jiddiy aytyapman. O'zingizga buni qanday tushuntirasiz? Nega bugun ertalab uyg'ondingiz? Tushunaman. Ha, bu qiyin savol, lekin tashvishlanmang. Tayyor variantlar mavjud. Siz faqat tanlashingiz kerak xolos. Xo'sh, hayotning ma'nosi nima? Xudoga xizmat qilish deyishadi Vatikanda va o'rta asrlarda. Bizga hayot Xudo tomonidan beriladi va yer yuzidagi vaqt faqat abadiy hayotga tayyorgarlikdir. Yo'q, hayotning ma'nosi xalqqa xizmat qilishdir deyishadi Sirda. Va 20-asrning boshqa mamlakatlarida biz insonni qudratli qilamiz va sivilizatsiyani uzoq yulduzlargacha olib boramiz. Yo'q, hayotning ma'nosi bu emas. So'nggi 50 yil davomida hayot, koinot va hamma narsaning yakuniy savoliga javob 42. Bu superkompyuterning millionlab yillik hisob-kitobidan so'ng bergan javobi. Lekin nima uchun aynan 42? Nega endi bunday bo'lmasligi kerak? Hayotning mazmuni nima degan savolga oddiy va qisqa javob izlash ahmoqlik. Hozir siz o'rta asrlar nega bunchalar azob-uqubatga duchor bo'lgani, nega davlatlar doimo urushganini va ular o'tmishda qanday kelajakka tayyorgarlik ko'rganini, nega yangi avlodlar o'tmishni qo'llab-quvvatlamasligini bilib